Men yaxshi mehmon emasman bu mavzularni gapirishga. Nimaga? Chunki raqamlar plus minus bo'lish kelganda men 5-sinfdan o'zi kuchsizligimni bilganman. Bitta muammo yuzaga kelgan, menga Kanada viza bermagan. Siz bilan birgaman. Bu hozir so'rayotgan narsangiz 16 yil oldingi gapda. Deylik, davlat hisobiga mehmonxona qurish masalan bu albatta yaxshi g'oya emas. Qachon biz bu plan va ekonomikadan chiqib ketamiz? Yo bolaga juda ham qiziq bo'ladi, yoshlarga juda ham qiziq bo'ladi. Bu qanchalik kim aytdi? Masalan, LSE topshiramiz ham, AQShga topshirgani yaxshiroq dedi. Lekin majbursiz. Nimaga yoqtirmasdan buni without enthusiasm aytyapsiz? Bilmayman emas, lekin qanaqa men bilaman ham. Juda bir ahmoq sababida, ya'ni ular sohalarda asosiy o'yinchi davlat. Bizni har doim shu Qozog'iston bilan solishtiramiz. Xohlaysizmi yo'qmi? Nima uchun? Diskoteka qilib raqsga tushadi, xolasi bir narsa ekadi va bizni va o'zini boyitadi. Menimcha bu gaplar san'atkorlarimizga juda ham yoqib tushadi. O'sha ketmon chopayotgan yigit $500 kompyuter olib, oyiga $500 topadigan yoki $1000 topadigan ishga chiqa olishi juda ham ratsional, to'g'ri qaror. Bizda o'sha odamlar chiqsa, ularni militsiya olib ketib qoladi-da. Demak, assalomu alaykum barchaga. Hayot Talks'ning navbatdagi soni va bugungi bizning mehmonimiz, uzoq kutilgan mehmonimiz va bizning do'stimiz Behzod Hoshimov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, chaqirganingizdagi rahmat. Juda ham zo'r Behzod, tashrif buyurganingiz uchun yana bir marta rahmat. Hozir bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlar uchun Behzod Hoshimov o'zi aslida kim? Endi kasbim ma'nosida so'rasizlar. Umuman academic background bilmaganlar uchun desak ham ko'proq yarashadi. Men ismim Behzod Hoshimov, men tadqiqotchiman. Hozir universitetda professor bo'lib ishlayman. Asosiy tadqiqotlarim shu tadbirkorlik va venture capital masalalari atrofida. Shu taxminan 1,5 yildan beri professor bo'lib ishlayman. Qaysi universitetda? New York universitetining Abu Dabidagi kampusida ishlayman. Juda ham yaxshi. Endi o'qishga keladigan bo'lsak, birinchi umuman siz bakalavri Singapurda o'qigansiz. Qaysi yo'nalishda? Matematika. Nanyang texnologiya universitetini matematika deylik maktabida amaliy matematikada anaqa bakalavrda o'qiganman. Demak, boshidan baribir o'sha matematikaga qiziqish bo'lgan sizda. Endi boshidan deganingizda men ancha vaqtli qiziqish boshlangan menimcha. Maktabdanmi? Albatta maktabdan. Ya'ni masalan bakalavrda matematika qiladigan odamlar katta ehtimol bilan maktabdan matematikaga qiziqqan. Ya'ni kamdan kam menimcha birorta odam bilmasam kerak, ya'ni universitetda qiziqqani uchun borgan matematika. Men shuni tirik isbotiman, chunki menda ko'proq ijtimoiy gumanitar fanlarga bor o'sha kuchim. Matematikani yoqtirmasdim. Qanaqa qilib matematika bilan o'rtoq bo'lish mumkin? U raqamlar plus minus bo'lish kelganda men 5-sinfdan o'zi kuchsizligimni bilganman. Menimcha, meni shaxsiy fikrim, maktab matematikasi darajasida deyarli hamma o'quvchi qiziqishini uyg'otish mumkin. Ya'ni balki maktab, balki muhit, balki atrofdagi masalan sinfdoshlaringiz yordam berishligi mumkin edi deb o'ylayman. Men sizni matematikaga qiziqtirishga. Chunki endi bir xil narsalar bor-ku, masalan, deyarli hamma qiziq topadi. Misol uchun adabiyot ham men kimdir esa men adabiyotga qiziqmayman desa ham shunaqa derdim-da. Adabiyot qiziq narsa, matematika ham qiziq narsa. Masalan, har xil deylik, yoshda bu har xil narsaga qiziqlik, lekin eng masalan go'zal narsalardan biri siz bir masala ustida diqqatingizni jamlagan holda uni jumboq sifatida yechganingiz sizga shunaqa bir katta yaxshi hissiyot beradiki, kamdan kam boshqa narsa sizga shunaqa narsa beradi. Ya'ni men ana qilolmayman, buni yaxshi so'zda ifodalay olmasam kerak-ku. Lekin mana shu xuddi mana kompyuter o'yinida ham bir missiyani bajarish kabi narsada juda ham katta baxt hissini his qilasiz. Dopamin beradi. Yengil emas, qiyin dopamin. Shunaqaroq bo'lsa kerak. Endi yengil g'alaba hissini beradigan narsa. Shunaqaroq narsa. Ya'ni masalan bir xil masalalar bor, hafta o'ylashingiz mumkin, 2 kun o'ylashingiz mumkin, har xil. Lekin ancha bu kam narsalar shunaqa sizga maza qildiradi-da. Matematika shulardan biri. Juda ham zo'r, ajoyib. Bo'lmasam bakalavrda nima uchun Singapurda, nima uchun Toshkentda emas? Chunki ko'pchilik birinchi bakalavri shu nima deydi, poydevorni Toshkentda yoki O'zbekistonda quradi-da, keyinchalik
Masalan, o'zim. Tushundim. Lekin endi masalan men o'qishga kirayotganimda menda misol uchun deylik mayli g'alati eshitilishi mumkin. Deylik ilmiy ambitsiyalarim bor edi-da va men yaxshi universitetda o'qimoqchi bo'lganman. O'shanda ham bilganman. Misol uchun O'zbekistondagi universitetlarni deylik sifati boshqasi chet eldagilardan ko'ra sal yomonroq deb o'ylaganman. Siz o'ylagan o'sha sifatni balki o'sha paytda bera olmasligini tushungansiz. Shunaqa deb o'ylaganman, ha. Yo, albatta O'zbekistonda universitetga kirishga ham tanlanganman. Masalan, bizni paytda o'sha 36 talik test bo'lardi. Matematika, ingliz tili. Siz bilan birgaman. Endi shunaqa narsalar bor-da, masalan, 7 boshqaga. Albatta tayinlangandim, lekin chet elga masalan imkoniyat bo'lganda o'shanga kirishga harakat qilgandim. To'g'risini aytsam, men bir nechta universitetga kirganman. Bilmadim, 15. Qaysi universitetlar? Har xil AQShdagi universitetlar, AQSh, Kanada va Singapurdagi bitta universitetga kirganman. Men Kanadaga bormoqchi bo'lganman. Toronto universitetiga, St. George kampusiga, matematika fakultetiga va yaxshi bir scholarship olgandim. Necha foizli deysizda bormi? Yo'q, foizda emas edi-yu, u dollarda edi, ya'ni tekinga o'qirdim-da borsam. Lekin yashash o'zingizdan. Ularni eslolmayman detallarni. Endi bu 2011-yilga men qarab qilsa bo'ladi, lekin deyarli tekin edi-yu. Bitta muammo yuzaga kelgan, menga Kanada viza bermagan. That's their loss. Kanada juda zo'r ilmiy tadqiqotchini yo'qotgan. Men keyin misol uchun Toronto universitetida seminar ham berdim, va hokazo. Barcha chaqirishdi. O'sha professor bo'lgandan keyin, lekin Kanadaga viza ololmaganman. Shunga lekin Singapurga ham kirgan edim. O'zi ko'p universitetga kirganman. Viza bermagandan keyin tezgina boshqa kirgan universitetlarga xatlar yozishni boshladim. AQShga jumladan va hokazo. AQShga yozganimda ular aytdiki, "Yo'q, bu yil emas, endi keyingi yil bir yil kutasan." Deferga ham sizga imkoniyat berishmadi o'sha surishga, keyinchalikka. Yo'q, surishga bilmayman. Men uni anaqa so'rashmadim, chunki meni anaqam men masalan deylik avgustda anaqa oldim Kanada elchixonasidan xat va shoshilinch ma'noda hammaga yozishni boshladim. Masalan, siz o'qish sentabrda boshlanar ekan, kelsam bo'ladimi debdi. Hammasi aytishdiki, eng optimistik ssenariyda keyingi yil. Ya'ni hozir It's like a too last minute bizga juda ham kech bo'lib ketdi. Juda ham kech bo'lib ketdi. Keyingi yil kelsang bo'ladi, balki bo'ladimi? Men hozir ham bu hozir so'rayotgan narsangiz 16 yil oldingi gapda. Ya'ni bu hozir xotiradan gapiryapman. Keyin Singapurda meni akam o'sha o'qishga kirgandilar. Уже ketgandi, o'qish boshlanish arafasida edi. Singapurga yozdik. Endi NTU yaxshi universitet. O'zi yaxshi universitetlardan biri dunyodagi. Ularga yozsak, ular aytishdiki, masalan, esimda yo'q deylik, qaysidir kun yozgan bo'lsam, mana shu kungacha kelsang, xo'p deyishdi. Chunki o'qish boshlanadi. Men esimda yo'q deylik, chorshanba kuni yozgan bo'lsam, keyingi dushanbagacha agar ulgursang, mayli deyishdi-da. Keyin shunda sirasi chivadani yig'ib uchib ketdim Kuala-Lumpurga. Va shu bilan shunaqa nima deydi, o'zbekchada aytadigan bo'lsa, taqdir, ya'ni qanaqadir ma'noda o'sha rizq nasib o'sha yerda qo'shilgan ekan, shunaqa bordingiz. Juda ham zo'r narsa. Bitta anaqa bu yerdan qissa deymiz-u. Har doim yozing. Mana yoshlarga endi masalan qanaqadir u yerdan rad javob olasizmi? Tarvuzingiz qo'lingizdan tushgandan keyin bo'ldi, endi hamma tugadi emasda, yozib ko'rish kerak. Loaqal shu narsani harakat qilib ko'rish kerak. Shu narsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Masalan, yo boshqalarga ham ulgurmayman degan emasda, siz aytganda o'sha yutgan bo'lsa ham, lekin oxirgi mana last minute bo'lsa ham, lekin yozib turib o'sha narsaga mana Xudoga shukr erishgansiz. Men endi chunki anaqa ham O'zbekistondagi universitetlarga ham imtihon o'tib ketganida, keyin Dubaydagi AUDga ham kirdim. U yerda yaxshi bir scholarship bilan, lekin ularga yo'q dedim. Ko'p universitetlar javob so'raydi-yu, misol uchun qabul qildim. Men bu kungacha ham ayt kelasanmi yo'qmi dedi. Ko'plariga yo'q deb bo'lgan edim-da. Nanyanga yo'q demagan edim. Men ularga deadline qo'ymagan, eslolmayman. Shunaqa ham bor. Bir xil universitetlar yo'q deb bo'lding, qayta olmaymiz, sen o'rniga boshqa odam oldik deganlar ham bo'lgan edi. Shunda Singapurda grant yo'q, grant o'qimayapman. Sal anaqaroq Singapurda sal boshqacharoq tuzilgan tizimi.
endi men masalan hozir bilmayman, chunki o'zi men yaxshi mehmon emasman bu mavzularni gapirishga. Nimaga? Chunki juda ham eski axborot haqida gap ketyapti-da. Bizni paytimizda qanaqa edi? Agar Singapurdagi yaxshi universitetga kirsangiz, siz o'z xohishingiz bilan ulardagi hukumatini deylik anaqasini ola olardingiz. Moliyaviy yordamini. Shu grant degan narsa deyiladi. O'sha moliyaviy yordamini ola olardingiz. Avtomatik ravishda tushunishim bo'yicha, ya'ni kirishingiz o'zi kifoya edi. Masalan, hozir bilmayman qanaqa-da. O'shanga mani anaqa qo'rqadigan joyim hozir boshqacha bo'lishi mumkin. Men o'ylayman aniq boshqacha. Chunki shu Singapurga kirgan bolalar bilan gaplashganda mana shunaqa qilsam, ular bu haqida umuman xabarligisi ham bo'lmagan ekan. O'sha biz paytdagi tizim boshqacha bo'lgan. Shunaqaroq, ha. Mayli qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Singapur o'zi sizga nima berdi? Singapur o'zi degani nima? Mamlakat? Endi akademik jihatdan yoki bo'lmasam o'sha o'qish davomida yoki networking, umuman o'sha siz 3-4 yil umringiz davomida, shu bakalavr davomida o'qidingiz va u sizga o'sha yillar sizga nimani berdi o'sha joyda? Nimani berdi degan savol qiyin tomoni nimadaki, siz alternativ haqiqatni tuza olmaysiz-da. Nimaga nisbatan nimani berdi? Ya'ni masalan odam o'zi 18 dan deylik 22 ga to'lguniga qadar ko'p o'zgarishlardan kechib o'tadi-da. Va masalan Singapurda bo'lganim uchun bunaqa bo'ldimi yoki masalan boshqa joyda bo'lganimda qanaqa bo'lardi degan narsani bilmayman. Bu Singapurni dibmi? Yoki o'zi ham bo'larmidi bu narsa? Singapurni dib. Buni men ajrata olmayman-da. Tushunyapsizmi? Mana siz masalan ixtiyoriy mana biz iqtisodiyotdagi asosiy g'oyalardan biri ham shu. Siz ko'pincha misol uchun ikkita bitta paytda bo'layotgan jarayonni ajrata olmay qolasiz. Chunki masalan sizda ulg'ayish bor, masalan fikrlashingiz bor, doirangiz masalan o'zgarishi mumkin. Lekin agar qanaqa doirangiz bo'lardi, agar siz masalan Yaponiyada bo'lganingiz yoki bilmadim, AQShda bo'lganingiz yoki Avstraliyada yoki O'zbekistonda bo'lganingiz degan savol bor-da. Va qanchasi bu o'sha muhit deb va qanchasi siz o'zingizni deb. Masalan, xo'p, deylik Singapurda hozir mana siz iliq eslaydigan xotiralaringiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, bu akademik jihatdan bo'lsin, o'sha joydagi masalan juda ko'p yaxshi do'st topdim deb o'ylayman. Men ularni juda ham qadrlayman do'stlarimni. Nima deydi, ko'p narsa o'rgandim ham, ko'p narsa xato ham qildim. Lekin unikal emas-da, qanaqadir masalan nima hammada talabalik davri shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman, ko'pchilikda. Albatta, o'tish davri bo'lgani uchun ham baribir. Ya'ni ulg'ayapsiz, siz masalan maktab o'quvchisidan mustaqil qaror qabul qiluvchi insonga aylanyapsiz. Umuman boshqa davlatda, bu hammada ham bo'ladigan imkoniyat emas aslida. Davlatda bu ham katta ta'sir ko'rsatgan bo'lishi kerak. Siz kutgan narsani berdimi Singapur? O'sha siz aytgandek O'zbekistondagi o'sha bakalavrda men o'sha ilmiy ambitsiyalarimni degan joyga keladigan bo'lsak, Singapur o'sha siz kutgan o'sha expectation management bo'ldimi bu yerda? Yaxshi savol. Men bilmadim. Qiyin savol. Ya'ni men masalan aniq ayta olmayman. Chunki men hozir gapirayotgan gapim o'sha paytdagi kutilmalarim xotirasi asosida-da. Albatta. Balki yo'qdir, bilmadim. Balki yo'qdir. Demak, ambitsiyalar juda ham katta va baland bo'lgan. Agar Singapur ham O'zbekiston bilan solishtirganda agar bera olmagan bo'lsa, demak u juda ham baland. Singapur aybi emasdir-da. Misol uchun men shuni aytayotganim, bu mana bu narsaga hissa qo'shgan. Biz bu yerda hech kim ayblamayapmiz. Singapur ham ayblamayapmiz. Shunchaki aytmoqchiman, sabab deylik mayli. Masalan bir xil tilda ayb bilan sabab, ayb degani qusuri bor degani emas. Masalan, arabchada jazo bor, u ham mukofot, ham jazo. Ham jazo. Masalan, ayb ya'ni kim nima tufayli bo'ldi degan savolda men sal qiyin falsafiy narsa, ya'ni bu muhitimnimi debmi, o'zim ham shunaqa edim. Ya'ni boshqa muhitda ham shunaqa bo'larmidim degan savol qiyin-da. Masalan, men bu aytganim masalan bir yozuvchi bor, shoir Robert Frost degan, buni ko'pchilik bilsa kerak. Uni mashhur she'ri bor. The road that is not taken degan. Ya'ni siz yurmagan yo'l degan. Mana siz faqat yurgan yo'lingiz haqida tasavvurga egasiz. Yurmagan yo'lingiz haqida tasavvurga ega emas. Masalan, siz keldingiz, ikkita yo'l bor. O'ng tarafga bor, chap tarafga bor. Siz o'ng tarafga yurasiz va siz o'sha yo'l haqidagi tasavvurga egasiz. Lekin yo'lda siz ham o'zgaryapsiz, yo'lni dib ham o'zgaryapsiz. Haqiqiy yo'llarni baholash uchun siz
bu yo'ldan ham yurib ko'rishingiz kerakda yoki qanaqa kloningiz. Keyin uni ayirib tashlashingiz kerakda, farqini keyin topish uchun. taqqoslasangiz bo'ladi Ha, degan ha. narsa. Juda Menda shu qiyin, masalan, muhit bilan o'zimni ayirib tashlash muhitdan. O'sha muhit tufayli idish nimanidir ham. bu juda ham zo'r falsafa aslida. Zamon va makondagi o'sha insonni. Menimcha bu yerda men ko'rgan narsa bu ozgina balki mavzudan chetlasharmiz. Nimagadir Behzod Hoshimov o'zini nima deydi, kamtar inson sifatida va kamtarlikda o'zini juda ham keling bo'lmasam magistraturaga o'tamiz. Singapurni bitirdik. Singapur bizga yaxshi narsalar berdi. Biz bunga baribir rahmat deymiz va magistraturaga yo'l olamiz. Magistratura bizda Amerikada bo'ldi. Qaysi yo'nalishda edi? Iqtisodiyot. Iqtisodiyot yo'nalishida. U o'sha Wisconsinning o'zida bo'ldi. Nima uchun Wisconsin? Nima uchun Madison bo'ldi? Men matematikada bakalavr o'qiganim uchun magistratura o'qimoqchi bo'ldim. Magistratura juda kam AQShda iqtisodiyotda magistratura mavjud o'zi. 5 tadan kam edi men topshirayotgan payt. Hozir ko'proq. Va masalan Wisconsin eng yaxshi magistratura edi menimcha iqtisodiyot bo'yicha. O'shanga topshirdim. Master of Science. MSc. Keyin Buyuk Britaniyadagilarga ham topshirdim va lekin menga maslahat berishganda AQShga topshirishga harakat qil degan gap bo'lgan. Kim maslahat bergan uni? Universitetdagi domlalar, anaqadagi o'sha Nanyangdagi Singapur o'zidagi domlalar. Yo'q, o'sha men bir ikkita domla bilan gaplashdim, o'sha iqtisodiyot fakultetiga borib, o'sha как раз endi professor bo'lib kelganida yaxshi menga ko'p yaxshi yordam bergan. U hatto LSEda PhD qiluvdi. Kim aytdi, masalan, LSEga topshiraymisan, AQShga topshirgani yaxshiroq dedi. Nima deb o'ylagansiz? Nima uchun o'zi LSEda PhD qilgan odam o'sha joyni bilgani uchun balki sizga Amerikani maslahat berganmikin? Yo'q, u to'g'ri maslahat bo'lgan. Mutlaq to'g'ri. Ya'ni masalan, yaxshi ham shunaqa maslahat bo'lgan. Endi men nima qilmoqchi bo'lganligimdan kelib chiqib maslahat bo'lgan. Va men keyin AQShga topshirganman, eslolmayman, Buyuk Britaniyaga ham topshirganman menimcha. Lekin asosiy xohlagan universitetim fokusingiz AQShda bo'lgan. Wisconsin kirmoqchi bo'lgandim va Texas Austin degan universitet bor. O'sha yerda bor edi, o'sha yerga kirmoqchi bo'lgandim. Duke ham bor edi, menimcha deadline qo'yib yuborgandim, nimadir topshirmadim o'sha yoqqa. Bir aytaman 4 tacha universitet bor edi o'zi. U yoqda ham shu grant olgansiz Wisconsinda. Grant deyilmasdi-yu, lekin shunaqa o'xshagan narsa. Tuition fee'ni qoplab beradigan. Xullas, u sal Wisconsin qonunchiligiga kirish kerak bo'ladi, chunki davlat universiteti, lekin men research assistantship degan narsa olganman. Bu sal boshqa narsa edi, lekin ma'nosi qanaqaki, qanaqadir soatdan ko'p ishlasangiz, tuition remission degan narsasi bor. Demak, bu narsa aytmoqchi tugadi 2016-yilda. Lekin mana davom etsa bo'ladi. Yo'q, nimaga endi? Hozir u narsa yo'q endi. Hozir umuman yo'q. Men oxirgi chunki meni dibam bu diskussiya anaqaga kelgan. Bilmadim qanchalik, ya'ni bu juda texnik detalli meni nima desam ekan, texnik detallar bilmadim qanchalik, misol uchun deylik, men mana shu hozir podkast eshitsam. Yo, bolaga juda ham qiziq bo'ladi, yoshlarga juda ham qiziq bo'ladi. Bu qanchalik ularni imkoniyati borligini ko'rsatib beradigan narsa hisoblanadi. Men ham shunaqa qilsam bo'ladimi, masalan? Mana shu bo'lmaydi-da. Chunki hozir masalan men aniq bilaman, yo'q bu narsa. O'shanga qanaqadir anaqada bo'ldi. Demak, bu yo'q, bu yo'q. Men hozir oxirgi eshitishim bo'yicha yo'q. Ya'ni men boya aytgandek, bu hozir 2017-yil gap, 9 yil oldin gap. To'xtang, 15-yil, 11 yil oldin gap. Juda ham magistraturani 2015da bitirgansiz. Yo'q, kirganman. Kirgansiz va 2 yil 2017-yilda bitirgansiz. Mayli, magistraturani qo'ying. Endi PhDga yaqinroq anaqaga keldik, tarixga keldik. PhDni o'sha joyda o'zida qoldingiz, Madisonning o'zida. Nima uchun PhD? O'sha ilmiy ambitsiyalar uchunmi? Yo'q, orqasidanmi? Men shu ilm odam bo'lmoqchi bo'lganman. Nima uchun yana Madisonning o'zi, boshqa joylar emas? Men boshqa joylarga ham topshirganman. Ikkita universitetga kirganman. Bir 6 tasiga ham topshirganman, 2 tasiga kirganman. Va Madison men uchun eng yaxshi tanlov bo'lgan. Yaxshi variant bo'lib qolgan. Bu yerdagi ilmiy ishingiz? O'sha tadbirkorlik masalalari. Tadbirkorlik masalalari juda ham yaxshi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, mana siz hozir tomosha qilib turgan o'zbek yoshlari,
Hop. xoh o'g'il bo'lsin, xoh qiz bo'lsin, nimalarga e'tibor beramiz? Chunki grant haqida gaplashgan paytimiz juda ham ko'p motivatsion gaplar gapirishadi. U kerak, bu kerak. Sizizcha mana Behzod Hoshimovdan qanaqa maslahat bo'lgan bo'lardi Qarang, yoshlarimizga? men nihoyatda kvalifikatsiyam yo'q bu masalada. Chunki menda men masalan umuman bilmayman qanaqa ishlaydi-da. Nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak. Qanaqa qilib grant olish degan umuman anaqada men bir narsani bilamanki boshqalar bilmaydi degan narsani bilmayman. Umuman haqiqatan qanaqa olishni bilmayman. Keyin ikkinchisi endi tushunishim bo'yicha masalan bakalavrda boshqacharoq, PhD umuman boshqacha. Masalan PhD da hamma tekinga o'qiydi. Va sizga pul to'lashligingiz kerak. Oliy sifatida beriladi. Shart-da masalan. Agar masalan PhD pulli bo'lsa, men bormaylar derdim. Masalan, men eshitishim bo'yicha qanaqa Buyuk Britaniyada odamlar pul to'lab PhD qilishyapti deb eshitdim. Bunaqasini eshitmaganman, bo'lishi mumkin. Mana PhD olgansiz, sizda lekin sponsorship yo'q. Masalan, sizga o'sha aytilgandek oylik berilmaydi. Shunchaki sizda placement bor, lekin sponsorship yo'q. U degani siz deyarli siz aytgan gap, o'sha o'z hisobingizdan borib yashaysiz degani. O'sha pulini to'lab uni ham maslahat bermagan bo'lardim, chunki o'zi PhD o'zi qiyin narsa. PhD bitta turda. Masalan, bakalavrda grantlar tushunishim bo'yicha AQShda ya'ni birinchi masala kirdi-kirmadini hal qiladi, keyin oilangizni moliyaviy sharoitdan kelib chiqib hal qiladi grant berishni. Ya'ni u ham sizga bog'liq bo'lmagan narsa. Yevropada ham aslida shunaqa. Aslida ko'p Yevropada ham shunaqa. Oilangizni o'sha oilaviy moliyaviy holatidan kelib chiqib beriladi. Lekin O'zbekiston ular uchun I hate to say this, endi balkim to'g'ri ham, iqtisodiy jihatdan rivojlanayotgan mamlakatmi? Shunaqa mamlakat bo'lgani uchun ularni nazdida, balki haqiqatda bu iqtisodiyotga hozir kelamiz. Shuning uchun biz avtomatik tarzda ularni grantiga to'g'ri kelamiz. AQShda avtomatik emas. AQShda har bitta inson o'zi shu oilasini deylik, soliq hujjatlarini to'ldiradi. O'sha ota-onasini bankdan, boshqadan spravka soliqdan beradi va shunga qarab beradi grant. Yevropadan ko'ra ancha qiyin ekan, to'g'risini aytsam. Yo'q, qiyin emas, navrot oson emasmi? Yo'q, byurokratiyasi juda ham ko'p. Yevropada bu narsani siz isbotlashingiz shart emas. Agar grantga topshirayotgan bo'lsangiz, agar grantni masalan o'zingiz o'sha hujjatlaringizni yig'ib, o'sha har doimgi CV, motivatsion xat, boshqa siz 100% grantga kandidat sifatida agar LGBT countries ga to'g'ri keladigan bo'lsangiz o'tasiz. Endi u yog'i ularni tushunishim bo'yicha men mutaxassis emasman, gaplashib ko'ringlar, lekin bilishim bo'yicha AQShda bakalavrlarda unaqa narsa yo'q-da, ya'ni ko'p yaxshi universitetlarda. Ya'ni siz kirasiz yaxshi universitetga, keyin aytadi, bo'ldi, shunda kirdik, endi keyin gaplashaylik, qancha pulingiz bor deydi. Tushunyapsizmi? Misol uchun pulingiz ko'p bo'lsa, to'laysiz, kam bo'lsa to'lamaysiz. Ya'ni agar kam bo'lsa-chi, bolalar masalan kam bo'lsa, deylik, sizni nazarda kam bo'lsa, demak, din scholarship yoki qanaqadir scholarshiplar olib o'qisa bo'ladi. Nima degan kam bo'lsa, endi masalan o'sha oilani yoki o'sha talabani admission oldi, conditional bo'lsin, unconditional bo'lsin oldi. Endi mana siz aytgan o'sha universitet kella gaplashamiz, qancha pulingiz bor deganda, biz pulimiz yo'q deydi. Desa tekinga o'qiydi-da. Stipendiya masalasi-chi? Shu tekinga degani stipendiyasi bilan o'qiydi-da. Stipendiyasi bilan. Eng yaxshi universitetlarda ko'pincha shunaqa. Bilishim bo'yicha shunaqa. To есть, ya'ni u mutlaq anaqaga bog'liq, imkoniyatlarga bog'liq. Anaqaga emas, meritga emas-da. Siz ozgina bo'lsa ham baribir xabaringiz bor. Yevropa bilan Amerikani farqi nimada o'qishlarda? Bilaman, PhD da juda ham katta farqi bor. Agar doktorlik ishi, ilmiy ish yoqlamoqchi bo'lsangiz, Amerikada, AQShda juda ham qiyin. 6 yillab, 7 yillab insonlarning umri ketadi va bunga hozir iltimos to'xtalib o'tsangiz, o'zingiz qanchada siz PhD oldingiz. Yevropada 3 yil ichida siz bemalol PhD qilsangiz bo'ladi. Balki shuning uchun ham AQShdagi PhDchilar champagne PhD bular, title uchun bor deb hazillashib qo'yishar ilmiy jihatdan. AQShdagilarni shunaqa deyishadi. Yo'q, teskarisi. AQShdagilar yevropaliklarni. Endi qarang, PhDdan maqsad professor bo'lish kerak-da. Ya'ni shu uchun qilish kerak. Boshqa maqsadlar uchun qilish juda ham qimmat narsa. Ya'ni vaqtingiz ketadi, boshqa umringiz ketadi. Shuning uchun maqsadga qarab, ya'ni agar yaxshi universitetda domla bo'laman desangiz, AQSh universitetlarida PhD qilganingiz yaxshiroq. Chunki maqsad, endi professor nima degani, u o'zi mustaqil tadqiqotlarni boshqaradigan odam deganda.
Shu narsaga AQShdagi PhD'lar yaxshi sotadi deb o'ylayman. Hozirgi vaqtga kelib. Shu uchun ham balki uzoqroqdir. Siz qanchada PhD'ni oldingiz? 6 yilda. 6 yilda oldingiz. O'sha o'rtacha arifmetik 6 yilda olingan PhD. AQShda hozir sal ko'payapti-yu, hozir sal anaqa masalan, masalan, men hozir mana ikkita odam bilaman, 7 yilda olishadi shekilli. Bittasi Botir aka emasmi? Yo'q, Botir aka 5 yilda bitirdi menimcha. Juda ham yaxshi. 2-6 yildami, bilmayman, 5 yilda. Hisobim 5 yoki 6 bo'lsa. Juda ham. Qachon oldingiz PhD'ni? 23. 23-yil. 3 yil bo'ldi PhD olganingizga. Va shu bilan siz New York University of Abu Dhabiga ketdingiz. Nechinchi yilda? 24-yilda. Va bir kuningiz qanaqa bo'ladi u yerda? Qanaqa ish sifatida, ishdan kelib chiqib Abu Dhabida hozir. Endi anaqarog'i g'alati eshitilishi mumkin-u. Men tadqiqot qilaman asosan. Tadqiqot degani men o'tirib o'ylayman. Yoki yozasiz. Endi yozish ham o'ylash jarayoni deb o'ylayman. O'shanga men shu kompyuter oldiga kelaman, fikrlashib boshlayman. Shunaqa, ya'ni hech qanaqa bir universitetga borib o'tirmaysiz? Yo'q, universitetga boraman. O'shandan boshlaysiz. Demak, universitetga borasiz va universitetda qiladigan asosiy ishingiz research, o'qitishchi bolalarni. Yoki bu narsa yo'qmi? Yo'q, bor. Men endi professor bo'lganim uchun buni qilishga majburman. Men shu lekin majbursiz. Nimaga yoqtirmasdan buni without enthusiasm aytyapsiz? Yoqtiraman, lekin bu mana professorlarni faoliyatini o'lchaydigan narsa bu tadqiqotlari. Dars berishi bu yetakchi tadqiqot universitetlarida shunga. Dars berishi bu qo'shimcha qilingan yuk. Administrativ ishi kabi. Ya'ni u sizga to'g'ridan to'g'ri deylik, siz faoliyatingizni baholashga unchalik katta ta'sir ko'rsatmaydi, anaqadagi tadqiqotlaringizdagi. Tushunarli. Hozirgi qilayotgan tadqiqot xalq tilida tushuntirib beradigan bo'lsangiz, 2 og'iz. Men endi ko'p loyihalar qilaman. Endi hammasini hozirgi yonib turgani o'zingiz ham qiziqib. Umumiy birlashtirgan masalasi, misol uchun o'sha deylik, tez o'sayotgan texnologik kompaniyalarni moliyalash masalalari deylik. Venture capitals, startuplar. Masalan, venture capital startuplar, juda ham zo'r. Shu bilan endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, bu holatda hozir O'zbekiston qayerda turibdi sizcha? Endi O'zbekiston deylik, venture xaritasida unchalik mavjud mamlakat emas. Lekin masalan boshlanyapti. Hozir davlat banklari va deylik regulyatorlar bu narsaga juda ham qiziqishyapti. Ko'ramiz qanday davom etadi. Ya'ni hali bir nimadir aytish sal voqli. Agar siz podkastimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak sizga podkast ma'qul kelyapti va mana shu podkastimizni, videoni share qiling, kerakli, qiziqarli bo'lgan odamlar bilan birgalikda va like bosing va izohlarda o'zingizni fikringizni va savollaringizni menga yoki bo'lmasa mehmonimiz Behzod Hoshimovga qoldirib ketsangiz bo'ladi. Demakki, Behzod, biz aynan o'sha venture capital haqida gaplashdik, startaplar. Bu savolimiz shundan iboratki, startaplar, umuman venture capitallar O'zbekiston umuman mamlakat iqtisodiyoti rivojiga qanchalik darajada ta'sir ko'rsatadi? Keyingi paytda, masalan, oxirgi 40 yilda, deylik, 30-40 yil ichida aksar yuqori texnologik korxonalar qachondir o'zini deylik hayotida venture kapital orqali moliyalashtirilgan. Ya'ni venture kapital orqali moliyalashtirilgan korxonalar deylik AQShda 1% dan kam korxonalarni tashkil etadi son ma'nosida. 0,5% bo'lsa kerak. Lekin ko'p muhim ko'rsatkichlarda deylik, masalan, sanoat patentlarida yoki yangi yaratilayotgan ish joylarida yoki anaqa bozorga chiqadigan, ya'ni public bo'ladigan, IPO qiladigan korxonalarni orasidagi foizi juda ham yuqori. Ya'ni tushunishim bo'yicha taxminan yarim hozirgi yildan yilga qilinadigan muhim texnologik patentlar chiqaradigan korxonalarni yarmi qachondir venture kapital pulini olgan. Endi qanaqadir ma'noda sizdan so'rasam bo'ladi, misol uchun oxirgi 30 yilda chiqqan qaysi korxona siz hayotingizni o'zgartirib yubordi deb aytsam, qaysi korxonani aytgan bo'lardingiz?
Juda ham yaxshi savol. Men uchun bu Amerika korxonasi emas, ko'proq Janubiy Sharqiy Osiyo kompaniyalari. Masalan. Yaponiyani mahsulotlari yoki bo'lmasa Koreyani mahsulotlarini aytgan bo'lardim. Samsung deylik, masalan, ular Hop, Samsung. Yana Ehm, qaysi masalan korxonalar sizni hayotingizga ko'p ta'sir qiladi? Oddiy masalan maishiy texnikadan. Chunki u har doimgi hayotimizda ishlatiladigan narsamiz. U ham baribir LG, bu ham Koreya korxonasi hisoblanadi, kompaniyasi hisoblanadi. To'g'ri, masalan, Yoki bo'lmasa- mana bunaqa deylik-da, ular ancha eski texnologiyalar-da. Mhm. Masalan, mana shu hozirgi podkastimizni qayerga qo'yasiz? YouTube, Yana qayerga qo'yasiz? Telegram, Instagram. Aha, mana shu hammasi Telegramdan tashqari hammasi venture orqali moliyalashtirilgan korxonalar. Telegram venture capital orqali o'tmagan. Uni bilmayman men, Ha. chunki Durov qanaqa qilganini bilmayman. WhatsApp, ha, Hmm. lekin Telegram bilmayman. Mhm. Masalan, YouTube ham, Google ham. Masalan, Google ko'pchilik Ko'proq men moddiyatga ketibman. Haqiqatda agar qaraydigan bo'lsangiz, internet, ayni hozirgi bugungi kunda albatta bu telefondan tashqari bu ichidagi o'sha internet, ijtimoiy tarmoqlar, o'sha platformalar albatta hammasi yo'q, masalan, ko'p boshqa narsalar ham, ya'ni platformada masalan ChatGPT ni ishlatsanglar kerak, masalan, Claude bilmayman kim nima ishlatadi, Anthropic Mhm. kabi korxonalar, shu Google ham, YouTube ham, Facebook ham, Meta, hozirgi Instagram hammasi venture pulini olgan korxonalarda. Endi aytishingiz mumkin, masalan, Uber ham mana taksida yuramiz, boshqa hamma o'sha texnologiyalar ko'pi, aksariyati hatto masalan qanaqadir ma'noda oxirgi mana vaksina ishlab chiqaradigan korxonalar, Modernalar ham venture pul olganda. Pfizerlarning o'zlari ham. Pfizer endi ancha eskiroq korxona. Men o'shanga Moderna olmadim. Masalan, Pfizer juda ham eski korxona. Mhm. Men yangi korxonalar haqida gapiryapman. Venture ham nisbatan yangi fenomen. O'sha venture haqida hozirgi qisqacha, juda ham qisqacha o'sha ko'rib turgan balki tomoshabinlarga mabodo masalan kimdadir bu haqida fikr bo'lmasa, venture capital haqida gaplashdik. O'zi aslida nima u? Nima venture? Mana qarang, sizda deylik qanaqadir ham g'oya bor va siz tadbirkorsiz. U g'oyani tekshirish uchun sizga katta mablag' talab etiladi. Ya'ni masalan o'sha deylik produktni yoki o'sha bir vaksinani yoki o'sha bir texnologiyani test qilishingiz kerak. Uni misol uchun test qilishingiz uchun bir necha million dollar pul kerak bo'ladi. U deylik muvaffaqiyatli chiqsa, siz juda ham katta korxona qurishingizga imkoningiz bo'ladi. Va katta foydada bo'lasiz. Katta foydada bo'lasiz. Muvaffaqiyatsiz chiqsa, endi o'sha tikkan pulingizni yutqizasiz. Venture kapitalistlar bu o'sha tadbirkorlarga birinchilardan beradigan pulni beradigan bir muassasalar. Sal-pal nyuans qayerdaki, ulardan oldin ham u tadbirkorlar boshqa o'rtoqlaridan, keyin angel investorlar degan odamlardan pul olishadi, lekin venture sal-pal korxona katta bo'lgandan keyin bir necha million pul farishtalarimi o'zbek tilida? Angel investorlar nima deydi? Angel sarmoyadorlar deyiladi, ya'ni shunchaki pulni berib yuboradigan odamlar. Yoki u yerda shunchaki yo'q, ularga ham ulushini berasiz korxonangiz. Albatta. Shunchaki degani, masalan, hech qanaqa bir raqamlarsiz ma'nosida ishlatiladi. Venture kapitalistlar ham shunaqa odamlar, ular sizga pul berishadi va evaziga siz korxonangiz ulushini oladi. Agar bordi-yu korxonangiz muvaffaqiyatli bo'lsa, ular o'shadan deylik foyda olishadi. Muvaffaqiyatsiz bo'lsa, pulni yutqizishadi. Oddiy deylik moliyaviy tizimdan farq shundaki, birinchidan qanaqadir ham nima desam ekan, raqamlar yoki qanaqadir moliyaviy ko'rsatkichlarni ko'rsatmasdan bora olasiz. Ya'ni venture kapitalistlar ko'pincha shunchaki ularni ishontirasiz. Qanaqa qilib shunchaki kelajak prognozini berasiz? Shunaqa, ha. Qanaqadir ma'noda aytasiz, masalan, mana bunaqa produkt quryapman, uni mana shunaqa deylik xususiyatlari mavjud. Men o'ylaymanki, bunaqa katta bozor mavjud. O'sha katta bozorga ega bo'lishga mana shu texnologiyani ishlashimiz kerak. Mana vaksina misol deyishingiz mumkin. Mana mRNA vaksina yangi texnologiya edi. Men o'sha vaksinadan, o'sha texnologiyadan vaksina qilamiz. Har xil turdagi vaksina qilsa bo'ladi. Masalan, jumladan COVID vaksinasi keyin qilindi. Bizga nechadir million beringlar, biz o'sha vaksinalarni ishlab chiqarish deylik imkoniyatlarini yaratamiz. Agar deylik muvaffaqiyatli bo'lsak, deylik milliardta odam bizdan vaksina sotib oladi, masalan. Bu pulni kim beradi va bu pulni oluvchi tushunishimiz bo'yicha hozirgi til bilan aytganda startaper. Tadbirkor, ha. Tadbirkor yoki startapchi. Pulni kim beradi? O'sha pulni kim venture kapitalistlar beradi. Ular kimlar? Haqiqatan ularda shuncha ko'p pul. Venture kapitalistlar birovni pulini tikadi.
Ular ham demak middleman, o'rtadagi odam. venture degani middleman o'zi. Ya'ni venture kapitalistlar o'sha har xil biografiyalar har xil. Kimdir sobiq tadbirkor, kimdir texnologiyalarni tushunadigan odam va ma'no qanaqaki, ularda shunaqa reputatsiya borki, katta pulga ega bo'lgan tashkilotlar, muassasalar, masalan, pensiya fondlari yoki sovereign wealth fund deydi, masalan, davlatlarni pullari, korxonalarning pullari kabi yoki juda ham boy odamlar, venture kapitalistlar o'sha pul yig'ish sezoni bo'ladi ularda, fundraising, o'sha pul yig'ishda pul olishadi ulardan, LP'lardan, limited partnerlardan va keyin uni place qiladi, ya'ni keyin tadbirkor qilib tadbirkorlik pulini tarqatadi va orada foiz oladi, ya'ni 2% management fee, 20%, ya'ni 2% boshqaruvdan pul oladi, 20% bu standart, ya'ni ko'p joyda 20% foydadan pul oladi. Juda ham zo'r. Hozir o'sha savolimizga qaytadigan bo'lsak, O'zbekiston bu holatda qayerda turibdi? Nima degan bu holat? Aynan venture kapital yoki bo'lmasam o'sha farishta sarmoyadorlar yoki startap sohasida umuman qaysi joy, qayerda turibdi u? Endi qarang, O'zbekistonda bor venture fondlar, ularni LP'lar ko'pincha, LP degani o'sha pulni manbasi u banklar yoki davlat korxonalari va tadbirkorlar ham bor. Endi tushunishim bo'yicha O'zbekistonda hozir muammo ko'proq tadbirkorlarda pulda emas. Ya'ni pul beruvchi venture kapital korxonalar ko'proq pulni olishga loyiq bo'lgan tadbirkorlardan ko'ra. Mana hozir mana bugungi kunda shu. Endi sal pastroqga tushamiz. Mana har doim oddiy bozorga chiqsangiz, odamlar o'sha gaplashgan gapimiz bundan oldin suhbatimizdagi, nimadir olmoqchi bo'lsangiz, yo dollar oshib ketdi, yo dollar pasayib ketdi. Dollari nima uchun mana oddiy xalqqa yoki bo'lmasam oddiy insonga, masalan, bozordagi yoki bozorchiga yoki bo'lmasam xaridorga nima uchun ta'siri bor? So'mga yoki bo'lmasam uni oddiy hayotiga. Bu ancha kamagan. Aytish joizki, masalan, bundan 15 yil oldin ancha kattaroq muammo bo'lgan edi. Chunki O'zbekistonda nihoyatda katta dollarizatsiya natijasi, dollarizatsiya degani qanaqadir ma'noda biz o'zimiz mahalliy valyutamizga ishonmay qolganmiz va hamma tranzaksiyalarni dollarda nominировать qilardik. Ko'p hattoki davlat belgilaydigan narsani ham dollarda belgilardi. Ya'ni sizda bo'lsa bilmadim. Universitetlarning kontraktlari ham dollarda edi. Ya'ni Markaziy bank kursida deydilar. Xuddiki O'zbekistonning milliy valyutasi so'm emas, balki AQSh dollari edi. Ha, ya'ni biz so'm ishlatamiz, xuddi mana bu igrovoy avtomatlar bor, anaqada savdo markazida pul berib turib, monetasini olib ishlatasiz, xuddi shunaqa, ya'ni kupon sifatida. O'sha faqat ishlatishdan oldin so'm qilishardi odamlar. Ya'ni dollarda jamg'arma ham qilardi, sarmoya ham qilardi, oyliklar ham dollarda kelishardi ko'p tashkilotlarda. Hatto men aytaman, masalan, dazmoldan kattaroq obyektni oldi sotsa hammasi dollarda edi. Mana mol bozorida ham dollarda gaplashilardi, qo'y bozorida ham, tovuq bozorida ham bo'ladi. Mana hech qanaqa narsa so'mda gaplashilmasdi, chunki so'm valyuta sifatida umuman deylik ishonchi yo'q edi. Ya'ni bizda de facto dollarda. Qanaqadir ma'noda ana bir o'zbek qiziqishli gap bor. Nimaga men chet elda yaxshi ko'raman? Chunki bizning dollar o'tda qabul qilishadi deydi. Ya'ni shu anaqa bor gap. Bu qachon o'zgardi? Mana oxirgi yillarda masalan naqd bilan naqdmas pul orasida farq o'zgargandan keyin, konvertatsiya erkin bo'lgandan keyin ancha bu yengil tortdi. Hozir masalan so'mda gapirish bor. Deylik, hatto misol uchun o'qituvchini yolliysizmi, mardikor yolliysizmi, kimdir ishga olasizmi, boshqami, so'mda kelish ham bor, hatto mehnatga. Oldin misol dollarda edi, misol bir soati $5 ingliz o'qituvchisi degan gap bor edi. Konvertatsiya masalalari rostdan juda ham katta muammo edi. Nima uchun? O'sha paytda davlat ruxsat bermasdi. Nima uchun ruxsat bermasdi? Konvertatsiyaga. Pulni almashtirishgan, pulni so'mni dollarga qilishgan. Shunaqa ikkalasini o'rtasidagi. Endi bu juda ham masalan, aniq sababini men bilmayman. Bilmayman emas, lekin qanaqadir men bilaman ham. Juda bir ahmoq sabab edi-da. Ya'ni ularning fikriga ko'ra, agar konvertatsiya erkin bo'lsa, mamlakatda deylik import ko'payib ketadi yoki dollar chiqib ketadi degan qanaqadir vajlar bor edi. Qaysidir ma'nodagi avtarkiya, ya'ni o'sha qaysidir ma'noda avtarkiya, ha. Hozir ham o'sha avtarkiya davom etyaptimi yoki yo'qmi? Yo'q, ancha kamagan. Lekin mavjud. Masalan, bojlar hali ham yuqori. Savdoga cheklovlar hali ham mavjud. Bu yaxshimi yoki yomon? Yomon. Endi bizni kambag'al qiladigan narsa. Endi yaxshimi yomon hamma har xil, lekin bizni kambag'al qiladigan narsa ham ha.
Demak, bizni kambag'al qiladigan bitta faktorlardan boshqa faktorlarchi, masalan, O'zbekiston iqtisodiyotiga to'sqinlik qilib turgan baryerlardan boshqalar. Masalan, raqobat yo'qligi, bozorlar yo'qligi ko'p joyda, bozorlar shakllanmaganligi, masalan, deyarli hamma muhim sohalarda asosiy o'yinchi davlat. Ya'ni xususiy sektor deyarli faoliyat olib bormaydi. Masalan, ixtiyoriy sohada bilaman, telekommunikatsiya mana hozir mediadan tortib bankgacha, transportgacha, havo yo'llari, temir yo'llari deysizmi, asosiy ishlab chiqarish, qurilish materiallari, energetika bor. Mana hamma muhim sohalarda davlat bizda asosiy o'yinchi va o'yin qoidalarini belgilovchi. Shu yomon narsa. Ikkinchidan raqobat yo'qligi. Ya'ni imkoningiz yo'q boshqa temir yo'llarga nima deydi, o'tib ketishga. Ya'ni sizga masalan bitta nima deydi, kafeda ovqat yoqmasa boshqa kafega borasiz-da. Lekin sizga temir yo'llari yoqmasa boshqa temir yo'llaringiz yo'q. Yoki sizga telekommunikatsiya yoqmasa boshqa telekommunikatsiya yo'q. Boshqa media yoqmasa boshqa mediangiz yo'q. Masalan, televideniya yoki shu kabi narsalar. Qurilishda ham, boshqada ham, ya'ni sizda deyarli energetika, gaz yetkazib beruvchi sizga yoqmayapti masalan, sizga hozir uyingizga yoki biz tasavvur ham qilolmaymiz. Ya'ni boshqa gaz bo'lishi mumkinmi kompaniya degan. Yetkazib berishda ham, anaqada ham, ta'minotda ham, ishlab chiqarishda ham hamma yoqda o'ta davlatni o'rni katta va ular nima deydi, shaklan samarasiz faoliyat olib borishadi-da. Ya'ni samarasizlikka qilingan, ixtisoslashgan. Albatta samarasizlikka ixtisoslashgan bo'lsa, u katta boylik olib kelmaydi. Tushunarli. Va bundan tashqari mana hozir umuman oddiy xalq ham gapirayotgan narsa bu qanchalik biz muhokama qila oladigan, lekin barcha muhokama qilayotgan narsa o'sha davlatni tashqi qarzi. Chunki davlat ham, hukumat ham bu haqda o'zini o'sha fikrini aytib o'tdi. Davlatni tashqi qarzi sifatida juda ham ko'pligi yoki bo'lmasa mana shu qarzlarni qachon qaytarishimiz yo buni orqasidan katta muammolar kelib chiqishi. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Haqiqatda hozirda O'zbekistonni tashqi qarzlari shunaqa ko'pki, biz uni to'la olmaymiz. Bu hammasini o'z ichiga oladi. O'sha xalqaro banklar yoki bo'lmasam international financial institutions ularni ham hisobga olib turib, grant yoki bo'lmasam kredit mablag'larini hisobga olgan holda. Endi qarang, masalan, yalpi mahsulotimizga solishtiradigan bo'lsak, bizda qarz yuki deb aytiladigan narsa unaqa xavotirlarli darajada baland emas. Mani shaxsan nima xavotirga ko'proq soladi? Qarz yoki endi qarzni misol uchun iqtisodiy deylik atamasi qanaqaki, bu kelajakdagi soliqlaringiz. Ya'ni soliqlaringiz hozirgi soliqlaringiz bor, kelajakdagi soliqlaringiz bor. Qarz sizda kelajakdagi soliqlaringiz haqidagi bir mulohaza. Mani xavotirga soladigan narsa shundan iboratki, qarz olishimiz falsafasi emas, olingan pul qayerga ishlatilishi. Nafaqat qarzda olingan pul, balki soliqda olingan pul ham. Ya'ni masalan deylik, qaysidir deylik oilami, mamlakatmi qarzga pul olib o'zini yuqoriroq daromadli joyga olib kela olsa, bu yaxshi narsa. Lekin qarzga pul olib uni behuda sarf qilsa, bu yomon narsa. Mana shu diskussiya muhimroq deb o'ylayman. Sizni nazdingizda hozir behuda sarf bormi yoki yo'qmi? Bor, albatta bor. Qayerda masalan? Hamma yoqda. Masalan, top 3 ta mana shu narsa bizga kerak emas edi. Asosiy iqtisodiy xarajatlarimiz barchasi behuda. Ya'ni davlat korxonalar qurish kerak emas, davlat zavodlar qurish kerak emas, davlat chiqib ketish kerak umuman iqtisodiy faoliyatdan to'liq va mutlaqo. Va barchasini xususiy o'sha PPP ga berilishga, private ga berilishi kerak. Endi har xil o'tda yo'llari bor. Masalan, qaysidirida ko'proq regulyatsiya kerak, qaysidirida kamroq regulyatsiya kerak, lekin deylik davlat hisobiga mehmonxona qurish masalan, bu albatta yaxshi g'oya emas. Nimaga bunda hozir bizda siz aytgan narsalarni iqtisodiyotni aynan sizniki o'sha ilmiy tadqiqot olib boradigan yoki iqtisodchilarni kamligimi bu narsaniga e'tibor berilmayotganligi yoki nima sabab bo'lishi mumkin? Endi rag'batlar masalan bu qanaqadir bir sirli bir anaqa narsa emas, suhbat emas. Asosiy men nazmda fikr, rag'batlar noto'g'ri taqsimlanganida. Albatta masalan davlat korxonasida ishlaydigan yoki davlat korxonasidan manfaat oladigan odamlar u xususiy bo'lib ketishi yoki o'sha bozor ochilishi yoki raqobat ko'payishiga qiziqishmaydi. Va masalan ular ko'pincha qaror qabul qiluvchilar ham. Masalan deylik, bilmadim.
O'zbekistondagi havo transporti masalasi deylik mulohazasi yoki regulyatsiyasi asosan havo yo'llari tomonidan olib boriladi. Mana yaqingacha aeroport ham bizda aviakompaniyaga tegishli edi. Mana yaqinda aviakompaniya bilan aeroportda bo'lish ikkalasi ikki tomonga bo'lindi. Bu mana yaqinda bo'layotgan gap. To'laqonli bo'lindimi? Menimcha yo'q. Yo'q, endi bu emas, to'laqonli bo'lindi yuridik ma'noda, lekin men nima demoqchiman? O'sha bitta manfaatdor deylik muassasalar albatta o'ziga qarshi o'zi ovoz berishi qiyin. Shuning uchun ham qanaqadir siyosiy bu yerda qaror kerak-da. Aviakompaniyalarga gapirganimizda, mana hozir o'sha O'zbekiston havo yo'llari bor. Bundan tashqari hozir bizda kichik o'sha low coaster degan narsa ham kirib keldi. Bu qaysidir ma'noda bu quvonarli holat. Masalan, Silkavia bo'ladimi, Centromair, you name it. Bularni ko'paygani ruscha qilib aytadigan bo'lsak, glazamazolitsmi, shunchaki ya'ni baribir agar ularni katmoni o'sha cho'nchagi bitta bo'lsa yoki bo'lmasa ular rostdan ham turli odamlarga va turli xususiy qo'llardagi kompaniyalar hisoblanadimi? Xo'p, men bilmayman buni. Kimga nima tegishliligini. Lekin masalan nimani ayta olaman? Bizda masalan avia qatnovlarda yuk tashishda juda ham ko'p baryerlar mavjud korxonalarga kirishga, ayniqsa chet el korxonalariga kirishga. Albatta, menimcha har doim mana O'zbekistonni Uzbekistan is a double landlock deb prezentatsiyani boshlagan paytim men insonlarim 180 ga qotib, g'alati aylanib bir qotib ketadi, chunki bu narsa aslida maqtanadigan narsa emas. Bu qaysidir ma'nodagi bizning eng katta minuslarimizdan bittasi. Chunki logistika va transport masalasi, aynan siz aytib o'tgan narsa bizga juda ham katta to'sqinlik. Xo'p, lekin qarang, mana jug'rofiyani o'zgartira olmaysiz-da. Albatta. Lekin aviaqatnovni arzon qila olasiz. Raqobatni oshirib. Yoki temir yo'llardagi raqobatni oshirsangiz, u ham ya'ni masalan, men qo'shilaman, biz uzoqmiz dunyoning portlaridan, biz uzoqmiz dunyoning deylik muhim iqtisodiy bo'g'inlaridan. Qo'shilaman. Buni ustiga biz hali yana anaqa qurganmiz-da, yana o'zimizga yana bitta baryer qurganmiz. Bir nechta bojlar, transport xarajatlari, transportdagi monopoliyalar va hokazo. Va resurslar. Qarang, hozir makro iqtisodiyotdan mikro iqtisodiyotga va odamlarni yana o'sha maishiy hayotga qaytamiz. Hozirda juda ham ko'p, o'zingiz bilasiz, xabaringiz bor. Juda ham ko'p o'sha mobile banking, electronic banking ko'payib ketgan. Ayni yoshlarni, umuman O'zbekiston aholisini va banklarning o'zida ham kreditlar, rassrochkalar, variantlar, you name it again. Qanaqa nasiya savdo, bularga qanaqa qaraysiz? Chunki hozirgi biz ko'rib turgan tendensiya agar har bir odam bo'lsa, lekin har ikkinchi odamda krediti, ipotekasi, o'sha foiz stavkalari, nasiyasi, varianti, again you name it. Nima uchun bu narsa sodir bo'lyapti? Balkim savol bunchalik to'g'ri emasdir. Bunga siz qanaqa qaraysiz va bu to'g'rimi? Qanchalik to'g'ri bu insonlarni bu darajada o'sha pulga bo'lgan o'sha kreditlarni olib tashlash? To'g'risini aytsam, unchalik ko'p olishmayapti kreditlar. Masalan, bizda hatto misol uchun hammada ham bank kartasi ham yo'q. Toshkent balki sal ko'proqdir. Katta shaharlar ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bizda masalan moliyalashuv darajasi nisbatan past. Oddiy narsa, misol uchun juda ham ko'p O'zbekistondagi odamlarning uyi naqdga sotib olishgan. Ya'ni ipotekaning foizi bor uylarning foiziga nisbati juda past. Masalan, hozir nechtadan xonadon bor Toshkentda? Bilmadim, 1 millionta. Nechtasi ipotekada? Deylik, masalan 500 mingtasi shundan. Yo'q-da, undan ancha kam. U yaqin emas u. Lekin kimdan so'ramang, hammada ipoteka. Kimdan so'ramang, hammada kredit. Chunki sizni pufagingiz shunaqa. Teskarisi bizda asosiy tranzaksiyalar masalan ko'chmas mulkda naqd orqali. Naqd ya'ni kredit orqali emas. Mashinani ham aksariyat odamlar avtokreditga emas, naqdga olgan. Boshqa mamlakatlarda bu daraja ancha yuqori bizdan ko'ra. Shunga biz ancha deylik orqada biz. Masalan, Qozog'istondaga ko'ra desak hamda. Ikkinchidan, misol uchun banklarni portfellarini hajmi ham juda kichkina. Butun bank tizimi bizda Qozog'istondagi bitta bankdan kichkina.
Butun mana hamma bankdagi hamma kreditlarni Bu nima uchun bunaqa? Regulyatorlar juda ham qaqshatgich siyosatimi yoki? Yo'q, o'zi umuman bizda bank sektori deylik oxirgi 6 yilda paydo bo'lishni boshlayapti-da. Undan oldin yo'q edi bank tizimi. Konvertatsiya banka. Ya'ni masalan, kerak emas narsa edi. O'shanga bank tizimi endi anaqa depozitlar ham unaqa katta emas. Ya'ni bizdagi katta mamlakat uchun degan ma'noda aytyapman. Lekin shu bilan birga siz gapingizda jon bor, qanaqa ma'noda? Ko'p odamlar mana shu birinchi marta umrida bankka imkoniyat bo'ladi, bundoq qarabdi, menga 100 million qarz beryapti deydi-da, anaqa o'sha. Juda katta tuzoq. Aslida. Endi o'sha savol boyaga aytganimdek. Agar masalan o'sha qanaqadir olayotgan kreditingiz yoki bir bo'lib to'lash jarayonida sizni daromadingizni yuqorilaydigan bir qaror bo'lsa, bu to'g'ri qaror bo'lishi mumkin. Masalan, deylik, siz bir bolasiz, siz deylik, masalan, qishloqda faoliyat olib borasiz. $500 ga kompyuter sotib olsangiz, siz bilmadim, dizaynni o'rganishingiz mumkin, programmingni o'rganishingiz mumkin. Kod yozishni. Uni o'rganganingizdan keyin oyiga $1000 topishingiz mumkin. Agar hozir ishni davom etsangizki, kuniga 50 ming so'm to'lashyapti, misol uchun qo'l mehnatida ketmon chopyapsiz. O'sha ketmon chopayotgan yigit $500 ga kompyuter olib, keyin oyiga $500 topadigan yoki $1000 topadigan ishga chiqa olishi juda ham ratsional, to'g'ri qaror. Kompyuter mehnat qurolini sotib olish. Lekin o'sha yigit pulni olib to'y qilishi yoki masalan choyxona qilib berish o'rtoqlariga balki noto'g'ri qarordir. Ya'ni maqsad qanaqa bo'lishi kerak? Misol uchun, agar siz masalan deylik, taksi haydovchisiz, sizga misol uchun taksi haydab pul topa olasiz. Siz o'tdan kelayotgan daromadingiz sizni to'layotgan kreditingizdan ancha baland bo'lsa, piyoda yurgandan ko'ra o'sha dostavka qilib taksida yurganingiz balki afzalroqdir. Hozir masalan velosipedda yuribsiz, mashina kreditga imkoniyatingiz bor. Va o'sha kredit to'laydiganingiz bilan anaqani farqi katta bo'lsa, ya'ni topadigan pulingiz, albatta olgansiz ham mashina qoladi, ham daromadingiz kattaroq darajaga chiqadi. Shunaqa narsalarda qilish mumkin. Masalan, yoki bir ayolsiz, uyda o'tirasiz, masalan, hunaringiz bor, tikish bilasiz. Tikuv mashinasi masalan $1000 turadi. Sizda yo'qdir o'sha $1000. Lekin agar bank sizga bersa u kreditini va tikuv mashinasini olib turib, o'sha qanaqadir ham tovarni qilib sota olib pul qila olsangiz, ya'ni sizga kerak bo'ladigan narsa. Yoki misol uchun duxovka sotib olib, pirojki pishirib sotyapsizmi? Bo'ladi-yu, nimanidir siz qaysidir ham boshqa daromad darajasi etap olib chiqadigan bo'lsa, bu kerak bo'ladigan narsa. Lekin masalan olib unga diskotekaga borsangiz-da, bu anaqa xatoroq fikr bo'lardi. To'y masalasi deganingiz, hozir balki bunga qaytarmiz. To'yimizga bitta anaqa kelgan edi. O'zi aslida hind o'rtog'im, lekin u o'zi Gollandiyada yashaydi. Kelganida to'ylar juda ham chiroyli o'tar ekan. O'zbekistonda men bunaqa to'y bo'lishini o'ylab ham ko'rmagan edim. Nima uchun? Davlat ko'rsatkichlari, iqtisodiy ko'rsatkichlari past o'zi aslida, lekin insonlarning yurishi o'sha aytayman, hozir Toshkent City Mallmi, ichidagi brendlarmi yoki bo'lmasam to'y hashamlarni o'tishimi, mayli to'y hashamlar, restoranlar yoki bo'lmasam Toshkent o'zidan bu nima? Window shoppingmi, vitrinniy просто показательmi yoki rostdan nima uchun uni endi nazdida iqtisodiy ko'rsatkichlar insonlarni hayotiy anaqasiga to'g'ri kelmayapti. Hayotiy darajasi o'sha iqtisodiy jihatdan balandroq bu yerda ko'rsatilgan indekslardan ko'ra. Bunga qanaqa qaraysiz? Siz nima deb javob berdingiz? Men unaqa deb o'ylamagan bo'lardim. Men o'ylaymanki, haqiqatdan ham biz nisbatan juda kambag'al mamlakatmiz. Hali ham va rivojlanishni xohlaydigan mamlakatmiz va bizda nima ko'rinmaydi? Bizda o'ta yuqori qashshoqlik ko'rinmaydi. Ko'p sabablari bor. Masalan, dunyoning eng boy shaharlarida ham qanaqadir ham uysiz odamlar ko'chada uxlab yurganini ko'rasiz. Palatkada, boshqada, bilmadim, Amerikada ham. Yevropada juda ham ko'p. Bizda o'shaqa odamlar chiqsa, ularni militsiya olib ketib qoladi-da. Bizda u kambag'allik yo'qligi emas gap. Tushundim. Shu biz ko'zimizdan yiroq qilyapmiz ularni xolos. Shuning uchun kambag'allik yo'q, o'sha o'rtog'ingiz shahar markazida yurganda ko'rmagandir. Lekin bu sun'iy ravishda ular ko'zdan yiroq qilingan.
Demak, Lekin baribir o'sha vitrina degan narsaga kelyapmiz. yo'q, lekin boshqa narsa ham bor-da. Misol uchun, O'zbekistonda restoranlar pul qilyaptimi? Qilyapti. Ichi to'lami? O'sha mollaringizda ham odam to'la. Masalan, borib hozir arendaga olaman desangiz bermaydi, joyi yo'q deydi. Mana siz masalan borib ko'ring. Ya'ni qayerdan bilsa bo'ladi, misol uchun o'sha qanaqadan savdo markazlarida arenda ham boshqa ham yo'q. Topish qiyin, qimmat. Nima uchun? Demak, odamlar soliq to'lamayapti, shuning uchunmi yoki pul qayerdadir Yo'q, endi biz to'xtab 40 qolyapti. millionlik mamlakatimizda masalan 200 ta restoranimiz bo'lsa Bo'ldi bu. katta ko'rsatkich emas-da. Masalan, To'g'ri. aholi jon boshiga restorandagi stullarni hisoblasangiz, biz masalan Olmaotadan bir 3 yoki 4 barobar kam. Ya'ni bizda yana 2 marta ko'p restoranlar ochilsa ham Olmaotaga yetishimiz masalasida turibmiz-da. Juda ham ko'p Sizga shunaqa ko'rinyapti, lekin o'zi tegi kam bu. yo'q, O'sha mollar ham albatta. kam, ha. Bu narsaga qo'shilaman, lekin hozir aytgan gapingizga qo'shimcha sifatida ko'p hozir bizni o'sha atrofimizdagi odamlar ham umuman o'sha siyosat yoki iqtisodiyotni siz aytgandek o'sha pufeni ichidagi odamlar bizni har doim o'sha Qozog'iston bilan solishtiramiz. Xohlaysizmi, yo'qmi? Nima uchun? Chunki iqtisodiy jihatdan Yo'q, chunki bizning qo'shnimiz. boshqalar bilan nimaga Qirg'iziston yoki Tojikistonga o'zimizni solishtiramiz? Masalan Qirg'iziston bilan solishtirishimiz mumkin, lekin bizda daromadlar misol uchun Tojikistondan sal balandroq. Qirg'iziston darajasida taxminan. Men o'ylashimcha Qirg'izistondan balandroq edi O'zbekistondagi hozir. Sal balandroq-da. Sal balandroq. Masalan, O'zbekiston va Qozog'iston orasida farq 5-6 barobar. Biz bilan Qirg'iziston orasida farq foizda, ya'ni baravar emas. Barobar emas. Juda ham ajoyib. Endi hozirgi mana qishloq xo'jaligi va biz odam ko'payib ketganini uchun ham boshqa joydan import qilishni boshladik. Kartoshka bo'ladimi, sabzimi? Yo'q, biz yoki- samarasiz qishloq xo'jaligiga ega bo'lganimiz uchun import qilishni boshladik. Bu yerdagi samarasizlik qayerda? Suvdagi bo'lgan muammomi yoki yerdagimi Hamma yoki menejmentdami? Hamma narsa. Eng muhim muammo dehqon o'zini yeriga o'zi xo'jayin emasda. Bu yerda ham xuddi shu masala. Qayerda? O'sha PPP anaqa biznesda ham yoki bo'lmasa korxonalarda ham davlatning o'rni. Ya'ni masalan davlat aytadi nima ekishi, qayerda ekishi, plan bor, boshqa bor. Masalan, dehqon o'zi masalan bilib ekardi, birib yetishtirardi, bilib masalan pul ishlardi-da. Qachon biz bu plan va ekonomikadan chiqib ketamiz? Bilmayman, men ham bu savolni ko'p beraman, lekin hali bilmayman. Ya'ni masalan Sizni prognozingiz bo'yicha bunga siz aytgandek nima yana bizga juda ham qattiq ta'sir ko'rsatyapti? Siz aytgandek o'sha balkim o'sha ham decision maker ham o'sha joydagi owner ham bitta joyda bo'lsa, albatta u o'ziga o'zi qarshi. Bu bilmayman, mana shu yaxshi savol. Anchadan beri masalan O'zbekistonda diskussiya bor, yerlarni ustida misol uchun fermerlarga, dehqonlarga erkinlik berish degan diskussiya mavjud. Ko'p masalan bir xillarda bu xuddi bir to'lqinga o'xshab keladi, mulohaza qilinadi, qaytib ketiladi. Lekin oxirigacha olib borilmayapti. Masalan, mana shu yer reformasi qilinishi kerak deb o'ylayman. Yer va suv masalasi. Ya'ni suv ham tekinligi, uni egasi yo'qligi bu katta muammo. Yer ham shunaqa muammo. Ya'ni dehqon o'zini mehnatini mevalaridan faqat o'zi foydalanishi kerak va o'shanda o'zi mas'uliyat oladi. Xolasa o'sha yerda turib diskoteka qilib raqsga tushadi, xolasa bir narsa ekadi va bizni va o'zini boyitadi. Oxirgi balkim o'sha maishiy hayotdan bo'lgan savol. Hozir bilmadim, hozir Amerikada yoki bo'lmasa Abu Dabining o'zida, o'sha Birlashgan Arab Amirliklarida bir martalik bozor qiladigan bo'lsangiz, siz agar ikkita odam Toshkentda turib, deylik, shu supermarketdan oziq-ovqat sotib oladigan bo'lsangiz, o'rtacha siz hozirda 3 million, 2 million, 3 million, agar 4 million bo'lmasa, bemalol bir oyga sarflayapsiz. Ikkita odam, yosh oila. Bu demoqchimanki, hozir mana odamlarni mana kirim degan narsa bor. Topayotgan puli va o'sha bozor narxlari qimmat, bu juda katta tafovut emasmi? Yo'q, o'zi masalan O'zbekiston kambag'al mamlakat, rivojlanmagan mamlakat deganda mana shu nazarda aynan shu tutiladi. narsa albatta. Ya'ni bu daromadlar haqida gap. Ya'ni bizda daromadlarimiz baland emas. Lekin masalan bizdagi narxlar ham past emas. Ya'ni o'sha iqtisodiy o'sish deganda shu tushunadiki, endi daromadlarning o'sishi haqida gap ketyapti. Mana bizda oldinlari umuman o'zi iqtisodiyotda o'zbek tilida
o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, iste'mol korzinka, iste'mol savati. Hozir iste'mol savatini menimcha oldinlari bilardi odamlar. Masalan, kattalardan so'rasangiz, endi Sovet ittifoqi deb o'tirmaymiz, o'sha kattalardan so'rasangiz bilardi, biz bilardik. Masalan, потребительская korzinkani ichida mana bu narsalar bo'lishi kerak edi. Hozirda masalan kimdandir borib so'rasangiz, nima u deydi. O'sha insonlar bu iqtisodiy jihatdan yoki bo'lmasam masalan Goskомstatistika hisoblaydi buni inflyatsiya masalalari uchun. Ularda misol uchun qanaqadir ham anaqa bor. Minimal anaqa bor-da, misol uchun. Kunlik o'sha iste'molni. Ha, iste'molni so'mda hisoblashadi. U abstrakt anaqa tushuncha aytmoqchi. Sovet tuzumida ham, hozir ham u unaqa bir fizik tushuncha emas. Hisob kitob uchun-da, ya'ni masalan siz yillar davomida inflyatsiyani hisoblash uchun siz savatchani konstant ushlab turishingiz kerak-da. Masalan 2009-yilda 1 kilo go'sht, 2 kilo guruch, 4 kilo piyoz va 6 kilo sabzi nech pul turadi degan narsangizni yillar orqali hisoblash uchun inflyatsiya xuddi shunaqa hisoblanadi. Ya'ni sizda qanaqa savatcha bor, u savatchaning ichiga xizmatlar ham kiradi. Misol uchun sartaroshxona, qanaqadir bilmadim, boshqa xizmatlar ham kiradi. Ya'ni nafaqat siz o'sha chiqimingiz deylik, bir oy yoki bo'lsam bir kunlik, bir haftalik. Yaxshi so'z emas, chunki chiqim u spesifik xarajat, bu spesifik oila haqida gapda. Biz misol uchun tovarlarni narxlariga nisbatan ishlatilamiz yoki xizmatlarni narxlariga qilamiz. U bir oila deyilmaydi. Masalan, bir unit haqida gap ketadi, misol uchun. 1 kilo go'sht, misol uchun, mana shunaqa ma'noda. Tovar o'zida, albatta. Soliq haqida gapirib o'tdik. Hozirgi O'zbekistondagi tendensiyalardan bittasi, agar eshitgan bo'lsangiz, biz bularni juda ham hurmat qiladigan san'at ahllaridan soliq olish, ularning o'sha daromadidan daromad solig'ini undirish masalasi haqida gap ketyapti. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Umuman san'atkorlardan, artistlardan, ijodkorlardan o'sha qilayotgan, boradigan to'yi bo'ladimi yoki qanaqa performance bo'lsin, qanaqa chiqish qilishsin, ulardan bu to'g'rimi? Daromad soliq solinishi kerakmi ularga yoki? Ma'lumot, hamma inson daromadi albatta soliqqa tortilishi kerak va odamlar daromadidan soliq to'lashi kerak. Bu normal narsa. Lekin aytish joizki, san'atkorlarni hozir juda ham xunuk soliqqa tortishgan, buni hukumat tortgan. Ular deylik, qanaqadir ma'noda majburiy mehnat solig'i orqali faoliyat olib borishadi va litsenziyasi o'sha majburiy mehnatga bog'liq. Ya'ni o'zini faoliyatini qilish uchun ularni bir tashkilot bor, ularga litsenziya beradi. Va o'sha tashkilot xohlaganda ularni majburiy xizmatga chaqira oladi. Davlat konsertlariga, viloyatlarda qanaqadir chiqishlar, konsertlar nimadir bo'lsa, ular borib o'sha o'zlik faoliyatini ko'rsatish kerak. Unaqa qilmasa, ularni litsenziyasini olib qo'yishadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana shunaqa majburiy mehnat solig'idan moliyaviy soliqqa o'tib, o'sha majburiy mehnatni vakolatini, imkoniyatini kesib tashlash kerak va san'atkorlarimiz xuddi boshqa kasb egalari kabi hech kimga deylik majburiy qarz bo'lmasliklari kerak. O'z tekinga mehnati bilan, xuddi misol uchun rassom ham tekinga mehnati bilan majbur emas. Davlatga ham boshqaga ham berishga o'z mehnatini ular ham majbur bo'lmasliklari kerak, lekin soliqni to'liq hamma qatori to'lashlari menimcha darkor. Menimcha bu gaplar san'atkorlarimizga juda ham yoqib tushadi, qaysidir ma'noda, endi to'g'ri ma'noda ularga yaxshi argument hisoblanadi. Bu demoqchimanki, o'sha majburiy mehnatdan ko'ra, o'sha majburiy mehnat solig'idan ko'ra, albatta o'sha moliyaviy to'langan menimcha ularga ham to'g'ri hisoblanadi. Chunki adashmasam, kuni kecha Jahongir Otajonov aynan shu haqida gapirib o'tganda, xuddi siz aytgan gaplarni u ham aytganda, agar bizda ham masalan majburiy soliq yoki masalan majburiy o'sha konsert berishlik yoki xizmatga chiqish bo'lmasa, albatta biz men to'lashga tayyorman deb o'zim lekin masalan bu sal-pal har xil tashkilotlar idora qiladi-da. Soliqni masalan soliq qo'mitasi idora qiladi daromad solig'ini. Buni boshqa litsenziyani boshqa tashkilot beradi albatta. Lekin mag'zi shuki, misol uchun ikkovi ham ko'pchilik uchun bu hukumatda, ya'ni ular misol uchun san'atkorlar uni farqiga bormaydi. Qaysi to'g'ri davlat tashkilotligini. Men o'ylaymanki, masalan, hozir daromad solig'i haqidagi diskussiyada qisqa javob, ha, solinish kerak, lekin o'zi nimaga bu ular shunchadan beri solinmagan deganingizda, men aytmoqchimanki, mana shu litsenziya beradigan va shunga o'xshagan tashkilotlar ular to'lamasligiga qiziqqan edi. Chunki ular xohlagancha keyin ularni majburlay oladi-da. Soliq to'lab litsenziya olgan, masalan, litsenziyaga soliq to'lash kerakni ulab qo'ysangiz,
unda u kerak emas bo'lib qoladi anaqa majburiy mehnat qismi. Ya'ni mana shu ma'noda o'ylaymanki, albatta man qo'rqaman hattoki O'zbek konsert kabi tashkilotlar menimcha soliq to'lamasligi tarafdori bo'ladi. Chunki ularni kuchini kamaytirib qo'yishi mumkin bu narsa. Juda ham zo'r diskussiya. Hozir men bilasizmi qaysi momentda esladim? O'sha Toshkentdagi Hilton mehmonxonasiga, kechirasiz, Toshkentdagi Intercontinental mehmonxonasiga Botir aka bilan birgalikda James Robinson va uni o'zi aynan o'sha mamlakatni tanazzulga nima uchraydi degan kitob mualliflaridan bittasini taklif qilgansiz. U o'zi g'oya qayerdan, kimdan, qayerdan chiqqan va nima uchun Toshkentga olib kelib va aynan nima uchun mana shu kitobni qaysidir ma'noda muhokamasi aytishki, kitob taqdimotidan bir necha yil oldin kitobni tarjima qilganmiz o'zbek tiliga. Men tarjima muharriri Asaxiy degan nashriyot uni nashr qilgan va tarjimon olib, o'sha kitobga haqlarini olib, men nomiga olganmiz haqlarini. Biz tarjima qilib O'zbekistondagi o'quvchilar bilan bo'lishganmiz va kitob deylik targ'iboti deysizmi, reklamasi ma'nosida ham ko'pincha muallif bilan uchrashuv qilish yaxshi an'ana. Eng zo'r narsa bu. O'shanga imkoniyat bo'ldi James Robinsonga O'zbekistonga kelish. Men bu imkoniyatdan foydalandim, chaqirdim va olib keldik. Menimcha ko'p o'quvchilarga qiziq bo'ldi. Hali ham kitob elektron variantda ham, qog'oz variantda ham juda yaxshi sotiladigan kitoblardan biri. Nima desam, hayratlanarli darajada ko'p o'qildi. Bu rostdan ham haqiqiy qaysidir ma'noda balkim nodir asar deyish faqat badiiy kitobga ishlatilar, lekin men buni qo'rqmasdan nodir asar deb atagan bo'lardim. Aynan o'sha bestseller bekorga emas. Shuning uchun har bir mana shu podkastni, videoni ko'rib turganlarga tavsiya berardik. Aynan o'sha kitobni bir bor bo'lsa ham o'qib chiqishga. Bu chunki sizni qaysidir ma'noda iqtisodiyotga bo'lgan qarashingizni, aynan o'sha mamlakatlarni haqiqatda tanazzulini sabablarini ko'rsatib beruvchi kitoblardan bittasi. Juda ham zo'r va yoshlarga qaytadigan bo'lsak, shu bilan biz suhbatimizni ham sekin yakunlasak bo'ladi. Hozirgi mana yoshlarimizda juda ham ko'p o'sha ambitsiyalar, bu xoh ilmiy bo'lsin, xoh karyera yuzasidan bo'lsin, lekin Instagram, Facebook, umuman hamma ijtimoiy tarmoqlarda aynan Amerikani Ivy League'lariga, o'sha Pechake ligasiga kirayotganlar, Kolumbiya bo'lsin, Harvard bo'lsin yoki boshqa universitetlarga, u yerdagi siz ko'rayotgan tendensiya nima? Haqiqatda shu bolalar o'zini orzusini orqasidan ketayotganligimi yoki bo'lmasam faqatgina o'sha katta big namesga bo'lgan ishtiyoqmi? Endi men bilmayman, bu hamma individual savol-ku. Misol uchun men xursandman agar o'zbekistonliklar ko'proq yaxshi universitetga kirsa. Masalan, meni o'zbekistonliklar nihoyatda kam yaxshi universitetlarda. Lekin potensial juda ham kuchli yoshlar. Endi boshlandi kirishi, lekin foizda ham, son jihatda ham juda kamda, masalan. Yana bir 100 barobar ko'proq odam kirishini xohlardim. Men masalan shaxsan. Va aynan barobar bo'lmasa agar. Mana O'zbekistonda mana yoshlar o'sha siz aytgandek ketyapti. Sizni bu narsaga juda ham ijobiy qarashingizni tushundim. Lekin qaysidir ma'noda bu yerda siz qanaqadir tahdid ko'rmayapsizmi O'zbekistonni rivojlanishiga? Chunki bu bolalar ketadigan bo'lsa, qaysidir ma'noda balkim bu brain drainni boshlanishi, o'sha o'zbekchaga o'sha aqliy oqimni boshqa joylarga ketib qolishi. 25 yil hech kim chiqib ketmadi, qayerdadir nimadir bo'ldimi, misol uchun. Men o'ylaymanki, teskarisi ko'proq odam ketishsa, yaxshi universitetga kirishsa, boshqa odamlar ham misol uchun qarab, ha bu imkoniyat bor ekan deb turib o'qiydi, boshqa qiladi. Ikkinchidan, ketgan odam ham abadiy ketmagan. Men ham ketganmanmi yo'q bilmayman. Toshkentda men uncha ko'p odamdan ko'p O'zbekistondaman. O'zbekistonga qadrdon hissa qo'shish ma'nosida ham qo'ldan kelgancha qo'shaman-da. Kitob tarjima qilish. Albatta. Bu mana blogim bor, ham boshqa bor. To'g'ri, men chet elda domlaman, lekin deylik O'zbekistonga baribir nafim tegyapti. Albatta. Bu juda ham zo'r. Demak, odam qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar o'sha berayotgan, ya'ni ketib katta imkoniyatdan foydalansa, O'zbekistonga keltiradigan foydasi bu yerda qolgandan ko'ra ko'proq bo'lishi aniq.
Ko'pchilikda. Va ikkinchidan men o'ylaymanki, ko'proq imkoniyatli joyga borish kerak odam ko'rishni qatta patolog turishgan. O'sha buni o'zi maslahat. Demak, imkoniyat ko'rdingizmi, albatta imkoniyatni orqasidan boring. Borishga harakat qilish kerak. Lekin hammada ham har xil sharoit boya aytgandek-da, ya'ni masalan nima desam ekan? Mana boyaman masalan Kanadaga viza chiqmadi, men Singapurga bordim-da masalan. Bu taqdir masalan hayot anaqa-roqda murakkabroq narsa-da. Ya'ni masalan mana bunaqa qora oq gapirgim kelmaydi masalan. Yoki Avilga bor yoki boshqa yoqqa borma deya olmayman men. Ya'ni aytish joizki juda ham ko'p yaxshi universitetlar bor dunyoda. Albatta. Ko'p odamlar menimcha tushunishmaydi qanchalik deylik o'sha qanaqadir reytingdagi birinchi universitet bilan 100-chini orasidagi farq juda kichkina. Deyarli yo'q ko'p ma'noda. Menimcha odamlar shuni yaxshi bilmaydi. Domlalar sifatida ham juda ham kam farq. Shu ma'noda o'ylaymanki, bizda endi sal-pal hozir diskussiyalarda bo'rttirib yuborishadi bu narsani, farq deyarli sezilarli darajada emas. O'shanga kengroq qarash kerak dunyoga. Juda ham zo'r, to'g'risi menga yoqdi, chunki qayerga bormang, bolalar hozir faqat shu top universitetlarga. Top universitetga misol uchun o'qish ham tekin imkoni bor-da, masalan, AQShda shunaqa. AQShda agar top universitetga kirsangiz, tekinga o'qiy olasiz. Qolganlari bermaydi anaqa moliyaviy sharoitga qarab grantlar. Balki shu deb ham qilishayotgandir. Balkim. Demoqchi bo'lgan bulardagi hozirgi narsa shu universitetga, top universitetga kirsam, keyingi mana masalan maqsad sifatida nima bo'ladi? Keyin universitet vosita bo'lish kerak-da, maqsad emas. Juda zo'r. Men xohlagan mana hozir gap, endi demoqchiman javobni berdingiz. Endi men xohlagan emas, eshitib xohlagan emas, o'sha javob chiqdi. O'sha demak, universitet vosita bo'lish kerak. Siz o'sha oxirgi maqsadingiz emas. Bundan keyin chunki ko'pchilik haqiqatda endi nima qilaman degan. Chunki men ham ko'p sezgan. Plankani baland qo'yib qo'ydingiz. Masalan, Princetonga yoki Garvardga kirdingiz yoki Oxfordga, keyin ertaga kelib yoki bo'lmasa O'zbekistonda yoki bu shu joyning o'zida nima qilaman? Chunki sen plankani baland qo'yding. O'zbekchilik. Endi bundan-da balandroq planka yoki bo'lmasam kamida shu plankada turishim kerak deb o'zini keyin qaysidir ma'noda yeb qo'yish ko'payib ketyapti deb o'ylayman. Buni orqasidan ham ketyapti, o'zi masalan o'zbekistonlik deylik Princetonda nechta o'zbekistonlik o'qiydi-da o'zi masalan endi masalan hali u menimcha avlodam kelmagandir. O'sha hozir katta boom bo'lyapti, katta hype bo'lyapti. Bu yaxshi, juda kam. Mana qarang, men masalan Singapurda o'qiganimda biz ikkita O'zbekistonlik edik. Nanyang bilan NUS anaqa 250 ta qozoq o'qiydi-da. Примерно mana shu ikkita universitet. Yana qozog'istonliklar. Bizda masalan ikkita o'zbekistonliklar edi. Chunki misol uchun qanaqadir masalan MITda tam o'nlab qozoqlar har yil bitiradi. Bizda misol uchun bitta ikkita ham bitirishmaydi. Bu nihoyatda kam raqamlar bilan gapiraman. Qo'shilaman. Men ham Yevropada o'qib yurganimda juda ham ko'p edi. Qozog'istonliklar juda ham ko'p edi. O'zbekiston deganda o'sha har doimgi klassika. O'zbekistonni o'zini bilmasdi yoki Afg'oniston yoki Pokiston bilan adashtirardi yoki yuz tuzilishimizdan ham qayerligimizni masalan topolmas. Endi bu boshqa masala. Lekin ishlash masalasi endi hozir yoshlarda, chunki o'sha Generation Z, Zoomerlarni anaqasi hozir ular o'sha 9 dan 6 gacha ishlamasa, ofisda o'tirishmasa, biznes qilsam deydi. Sizni endi bu ham maslahat emas. Sizda masalan inson 9 o'sha 6 gacha ishlash kerakmi yoki tadqiqot qilish kerakmi yoki biznes qilish kerakmi? Demoqchimanki, inson qanaqa qilib o'zini topa oladi shu joyda? U bir maslahat sifatida emas, qanaqa qilib uni har birini bitta proba qilib ko'rsinmi, o'zini bir 9-6 da ofisda ishlab ko'rsin yoki ilmiy tadqiqot qilib ko'rsinmi yoki masalan biznesini ochib bir qo'yib ko'rsinmi, nima qilsin? Shunda seziladimi? Men endi boya aytgandek, anaqada eshitiladigan quloqqa gapirish kerak. Maslahatni masalan kimdir Xudo xolasa eshitadi bular. Yo'q, tushunmaysiz. Misol uchun hammada sharoit har xil, kimda qanaqa boshlang'ich parametr bilan kelayotgani noaniqda, lekin men o'ylaymanki hech narsaga kech emas. Masalan, 45 yoshmisiz, biznes boshlashga kech emas. 50 yoshmisiz, o'qimoqchimisiz, kech emas. Mana shu narsaga qo'shilaman. Chunki hayot uzun, yerda-mo'lo ancha ko'p narsa ulgursa bo'ladi. Menimcha ko'pchilik hayot davomida nima qilishini kamaytiradi o'ziga. Ko'p narsa ulgursa bo'ladi deb o'ylayman. Demak, Bekzod hozir blitz savollar bo'ladi. Ko'p o'ylamasdan tezroq javob berish kerak bo'ladi.
harakat qilasiz. Demak, boshladik. Chet eldagi ta'lim overratedmi? Underrated. Mehnatni o'zi yetadimi yoki omad? Manimcha yetmaydi. Omad ham kerak. Tanish bilish yoki bilim? Ikkovi. Eng kuchli yoshlar ketish kerakmi yoki qolish kerakmi? Ketish kerak. Manimcha imkoniyatlarni kengaytirishga, lekin dunyo shu darajada kichkinaki, ketish bilan qolish farqi yo'q. Kasb tanlashda yurak yoki bozor? Yurak bozorga qarshi fikr bildirmaydi deb o'ylayman. Pul bo'lmasa ham katta natijaga erishsa bo'ladimi? Manimcha ha. Kelajakda kim yutadi? Tez moslashadigan odamlarmi yoki chuqur biladiganlarmi? Har xil jabhalarda har xil xislatlar muhim. Juda ham zo'r va shu bilan agar Behzod Hoshimovdan yana tomoshabinlarga qanaqadir talab yoki istak, taklif, qanaqadir aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'lsa, men endi nima deydi, juda ham ko'p shu yozaman, boshqa podkast qilamiz, boshqa fikrim bo'lsa yozaman-da, o'zi haqiqatan bo'lsa o'shanga kanalimni o'qinglar. Juda ham zo'r. Demak, Behzod kattakon rahmat bugun tashrif buyurganingiz uchun. To'g'risini aytsam, juda ham zo'r suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Umid qilaman qiziq. Juda ham qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xolasa, shuning uchun ham qadrli tomoshabinlar, yoshlar kim ko'rayotgan bo'lsa, mana shu podkastimizni barchangizga kattakon rahmat. Behzod aytib o'tganidek, albatta Behzodga ham obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar va bundan tashqari Hayot Talks doim siz xizmatingizda. Sizga eng yaxshi va eng naf keltiradigan ma'lumotlarni bo'lishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.